Kamatomning oxirgi qatorida, ya'ni orqamizda ko'rib turgan domimizda, ya'ni toza oxirgi qurilgan domlarning 3-etajida sotiladigan 3 xonali uyimiz bor. Videoning oxiridan ko'rsangizlar, xudo xolasa to'liq videolarning hammasi obzorlarini qilib beramiz. Undan oldin siz YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Kamatomning oxirgi qatorida, ya'ni toza domlarda 5 etajli domning 3-etajida sotiladigan 3 xonali uyimiz bor. Bu yonimizda mana birinchi xonasi ko'rsangizlar bo'ladi. Remontlardan ideal holatda turibdi o'zining. Remontlari bilan moshni qilib saqlangan. Bu yoqlarimizda bo'lmasa, keyingi banyasi borimiz ko'rsangizlar bo'ladi. Normal holatida biyamiz bir zal hisobida ko'rsangizlar bo'ladi. Shu holatida. Manzarasidan zo'r 3-etaj normal etaj hisoblanadi. Ko'rsangizlar bo'ladi. Bu keyingi xonasi shu holatida turibdi. Biyamiz bo'lmasa, kuxnyasi. Kuxnyasida mana shu ko'rib turgan посудомойка, gaz plita, hamma narsasi holatida видишка. И biyamiz stenoviy kotellar. Biyamizda bo'lmasa, общий manzara. Xo'p, videoning oxiridan ko'rsangizlar, xudo xolasa, narx-navolar haqida batafsil ma'lumot berib o'tib ketamiz. Orqa tarafidagi manzaradan chiroyli manzara. Polni quyosh chiqishidan moshni bo'lib kuzatsangiz bo'ladi. Bo'rimizning narxini aytishdan oldin YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Xo'p, bo'rimizning narxini bo'lsa, narxini 150 million so'm aytib, izinda kredit bor. 150 milliondan yana aytib tortishib kelishdan yillari bor. Izinda 180 million so'm krediti bor. Kimga qiziq bo'lsa, uyning yerlarini telefon qilib bog'lanib, baraka qilsalar bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat bilan Mahmud Makra kanal bizga kuzatishda davom eting.